Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar. Abu Saxiy avtovokzalidan bugungi reysimiz mana Toshkent, Novosibirsk, Toshkent Kemir va Toshkent Barnaulga ketayotgan avtobuslarimiz yetib keldi mana. Kimlarga shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi ishonch nomerlariga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Chisloni juk kunlari reyslarimiz Toshkent Novosibirsk, Toshkent Kemir va Toshkent Krasnoyarsk kray. Manzilimiz yangi masjid Abu Saxiy avtovokzali mana. Chisloni juk kunlari qatnaymiz. Kechki 17:00 yuradi. Avtobusimizning tashqi holati mana. Kimlarga ushbu shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi ishonch nomerlariga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Novosibirskda to'xtash joyimiz Xlokskiy bozor, ya'ni o'zbek bozori. Yetib borish vaqtimiz 2 kun, 2 sutka xudo xolasa. Bir kun oldin telefon qilib onlayn bilet olishingiz ham mumkin. Bir kun oldin pasportliklar tashab, tekshirib olishingiz ham mumkin, zapret bor yo'qligini. Ekrandagi ishonch nomerlariga telefon qilib batafsil ma'lumot olib, javob bilan qilishga sog' bo'linglar.